Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Ma'lum bir oliy maktabning professori bundaq bir tajriba ishlagan. Biz bir o'yin o'ynayli. Ko'pchilik moslashib beringlar. Professor bir yigitni do'stga chiqarib, uningga o'zi eng voz kecholmaydigan 12 odamning ismini yozishga buyurgan. Yigit qo'shnisining, do'stining, xizmatdoshining, ayolining, ota-onasining, bolasining ismlarini yozgan. Professor, siz bularning ichidan turmushingizdan yo'qolib ketsa-mu bo'ladi degan odamdan birini o'chirib eting. Yigit qo'shnisining ismini o'chirib etdi. Professor, yana birini o'chirib eting. Yigit yana birini o'chirib etdi. Shundoq davomlashib, do'skida 4 odamning ismi qoldi. Ya'ni uning otasi, onasi, ayoli va bolasi. Butun sinf jimjitlikqa cho'mdi. Ko'pchilik buning odatdagi bir o'yin emas ekanligini his qildi. Professor, yana birini o'chirib eting. Yigit ho'ng'iqib turibli qoldi. Chunki endi qaror chiqarish boshdagidek oson emas edi. Birdamdan keyin yigit ota-onasining ismini o'chirib etdi. Professor yana birini o'chirib eting. U turibli qoldi. O'g'li bilan ayoli qaysini o'chirib etish kerak? Oxirida o'g'lining ismini o'chirib etdi-yu, yig'lab tashladi. Turqidan bak azoblangandek qiladi. Professor, sizga eng yaqin kishilar balkim ota-onangiz bilan farzandingiz. Chunki ota-onangiz sizni beqib cho'ng qilgan. Bola o'zingizning pushtidan bo'lgan, ammo jo'ringiz yo'q bo'lsa, yana topqili bo'ladi. Nemishqa eng oxirida ayolingizni saqlab qoldingiz? Yigit, vaqtning o'tishi bilan men cho'ng bo'lib ota-onamdan ayrilaman. Bu tabiiy qonuniyat. Balammo kunlarning birida cho'ng bo'lib mendan ayriladi. Ammo ayolim toki o'lguncha mening hayotimdan ayrilmaydi. Pastda o'ltirganlarmi, professormi bu so'zlar uchun javob kelishdi. Jo'ringiz sizning umrlik omonatingiz, cho'qim qadrlang. Sizning hayotingiz mayli qanchalik shon-shavkatlik o'ssin, eng oxirida solishib o'rningizdan turolmas bo'lib qolganda, yeningizda faqat jo'ringizla sizga hamroh bo'ladi. Darslarimiz turk tili, ingliz tili, rus tili, german tili, uyg'ur tili grammatikasi, xitoy tili, matematika, bolalar ona tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich saviya, ul saviya, o'rta saviya tarbiyalash muddati